Xo'p, yaxshilar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? O'zbek saytida pul ishlashning eng oson va eng sodda yo'llaridan bittasini ko'rib ketamiz. Qaranglar, O'zbek saytida pul ishlashni qidiradiganlarning ko'pchiligi o'zbek tilidagi chet el saytlariga uchrashadi va o'sha saytni o'zbek sayti deb tanishtirayotgan blogerlarni ko'rishadi. Yo'q, sayt o'zbek tilida bo'lgani bilan o'zbek sayti bo'lib qolmaydi. Imminni o'zbeklar ishlab chiqqan hamma narsasi, to'lov tizimlari, pul qabul qilish, pul chiqarish, hamma narsasi, serverlari hammasi O'zbekistonda bo'lgan o'zbek saytini ko'rib chiqamiz hozir birgalikda va shu orqali undan pul ishlash haqida gaplashamiz. Hozirgi videorolikda ko'rib, ozgina bo'lsa ham tajribangiz bo'lsa, har qanday sohada ana shu sohadan pul ishlashni boshlashingiz mumkin. Qanaqa degan savollarga javob olamiz, ketdik. Kompyuterim ekraniga o'tib olamiz. Xo'p, mana SoftSeller degan sayt, bu sayt SoftUz o'zbeklarning sayti, SoftUzni hamkorlik dasturi desa ham bo'ladi. Siz mana shu yerda sotuvchiga aylanishingiz mumkin. SoftUz degan saytni seller degan bo'limi, ya'ni sotuvchi qismi. Bu yerda 3 xil yo'l bilan pul ishlasa bo'ladi. Hozir ko'rayotganlar, men qo'limdan hech nima kelmaydi, men hech nimani bilmayman, pul ishlash mumkin emas deb o'ylashingiz mumkin, lekin yo'q. Hozirgi kunda sun'iy intellektlar chiqib ketgan, ular yordamida o'zingizni ozgina bo'lsa ham tajribangiz bo'lsa, bemalol pul ishlashni boshlashingiz mumkin. Biz bozordagi aravakash, oddiy aravakashlarni eng sodda, ko'pchilik aravakashlarni odam o'rnida ko'rmaydiganlar bor. Shunchaki bozorda tursangiz ham aravakashlar bilan yomon muomala qiladigan odamlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Даже o'shalarda ham boyib ketish imkoniyati borligini, boyib ketish deganda qanday? O'zini ishini tashlab, boshqa yo'nalishga hozirgi ishini tashlamasdan turib, o'tib olib, keyin o'tish imkoniyati borligini mana shu sayt misolida va qo'shimcha bo'limlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bizga albatta sun'iy intellekt kerak bo'ladi. Bu yerda hozir biz ko'rib chiqadiganimiz imminni aravakashlarga bog'liq bo'ladi. Aravakash tanishingiz bo'lsa, bemalol jo'natib qo'yavering. Mana shu sayt va men aytadigan ma'lumotlar asosida ish boshlashi mumkin. Hamma savolga qayerdan javob olish kerakligini ham tushuntiraman. Videoni tagida скорее всего SoftUzdagi birinchi mahsulotni, meni shaxsiy mahsulotimni linki bo'ladi. O'sha link orqali o'tib sotib olsangiz bo'ladi. O'zbek kartalaridan bemalol sotib olasiz. Men o'zbek kartasiga bemalol mahsulot pulimni chiqazib olsam bo'ladi. Bu yerda ancha bo'ldi ro'yxatdan o'tib qo'yganimga, u yog'ini tekshirdim, bu yog'ini tekshirdim, ko'rib chiqdim. Admin emas, moderatorga savol berdim. Xudo xolasa bu yerda yaxshi ish boshlab, yo'nalishni qo'yib olganimizdan keyin adminiga borib, bitta kichkinagina intervyucha qilib, xalqimizni ko'tarishda yordam beradigan ishlarni qilishga harakat qilamiz. Bu birinchi qadamimiz. Qarang, oddiy aravakash, kelinglar, mana bu holatga o'tkazaylik. Kadrda unchalik yaxshi emasligiga e'tibor bermaysiz, orqadan svet tushib turibdi, oldinda svetim bor-ku, kuchi yetmayapti hali. Odatda bunaqa payt video yozmayman. Qaranglar, oddiy aravakash tasavvur qiling, Luboy viloyatimizda katta bozorlar bor. Har qanday viloyatda. U yerda aravakashlar bor. Ana shu aravakash qanday ish qilishi mumkin? Kichkina bozorlar haqida gapirmayapman. Katta bozorlar. Kirsangiz adashib qolsa bo'ladigan bozor. Menga eng yaqini Toshkent ipodrom bozori bo'ladigan bo'lsa, katta bozordan. Shu bozorga borganda adashib qolish ehtimolingiz juda katta. Sabab birinchi o'rinda siz viloyatdan boradigan bo'lsangiz, immin ipodromning qaysi qismiga tushganingizni topolmay qolishingiz mumkin. Albatta katta zaniyalar orqali orientir olasiz. Lekin qayerda ovqatlanish mumkin yaxshi, qayerda yaxshi pirojki bor, qayerda yaxshi somsa bor, qayerda nima sotiladi, shu narsalarni bilmaysiz. Yangi borgan odam 1 yilda 3 marta borsangiz ham har borganingizda o'zgarishlar bo'lib ketgan bo'ladi. Birinchi ko'rgan narsangizni ikkinchi marta topa olmaysiz. Endi tasavvur qiling, oddiy aravakash bor. O'sha aravakash qanday qilib pul ishlashni bilmaydi. U faqat arava tortadi va pul ishlashni bilmaydi. Lekin bunday oladigan bo'lsak, opti bor odam, любой sohada opti bor odam hozirgi kunda internetdan foydalangan holda yaxshigina pul ishlasa bo'ladi. Tasavvur qiling, aravakash qo'lida smartfoni bor. Smartfon hammaning qo'lida bor hozir. Yosh katta aravakashlarning qo'lida kichkina nima knopchli telefon bo'lmasa, yosh aravakashlarimizning hammasida telefon bor. Aravakash deganda yerga urish yo boshqa narsa emas. Imminni kasbning nomini aytyapman. O'sha kasb bilan shug'ullanadigan odamni. Tasavvur qiling, aravakashning qo'lida smartfoni bor, faqat arava tortib yuribdi. Unda opt bormi? Unda opt bor, kuch bor. O'sha aravadan qanday foydalanishni biladi. Undan tashqari unda yana qanaqa opt bor? U ana shu bozorni, ipodromni olyapman faqat. Vodiy tomonga o'tsangiz, vodiyning o'zining katta bozorlari bor, Voha tomonga o'tsangiz, Vohaning o'zining katta bozorlari bor. O'zingizni bozoringizga moslashtirib olaverasiz, o'zingiz atrofingizga. U o'sha bozorni ipidan ignasigacha biladi. Qayerda nima sotilishini biladi. Hech bo'lmasa ko'zi tushadi, boshqa qiladi. 1 yil o'pti bor odam, qayerda nima sotiladi, qayerda yaxshi pirojki bor, qayerda yaxshi somsa bor, qayerda nima borligini to'liq bilgandan keyin va qaysi ostanovka qayerdaligini biladi. Qayerdan yuk olib chiqilishini biladi. Mana shuni o'zi juda ham katta o'pt. Tasavvur qilamiz, o'sha aravakash 1 yil davomida shug'ullandida, o'ziga o'ptni oldida, endi nima qilsa bo'ladi? Dalsh arava tortib yurib, aravadan ishlagan pullaridan mol qo'y qilib, chorva qilib, uyda ish boshlasa bo'ladi. Yo bo'lmasa
bozorni o'zida ko'tarilsa bo'ladi. Qanday qilib ko'tariladi? Birinchi o'rinda bor bilimlaridan, Sofuzga ham teginib o'tib ketamiz hozir. Bor bilimlaridan smartfonni yoqqan holatda prosta qayerda nima borligini, qaysi magazinda yangi nima kelayotganini o'zini yuzini ko'rsatmasin, obzor qilib, mana shu yerga mana shunaqa narsalar kelibdi, mana shunaqa narxda ekan deb boshlanishiga tekinga magazinlarni obzor qilib yursin. Choyxonalarni tashqi ko'rinishidan obzor qilib yursin. 1 oy, 1,5 oy, 2 oy davomida YouTube va Instagramga mana shu narsalarni qo'yib yursin. 1000 ta, 2000 ta odam ko'paygandan keyin bemalol reklamaga pul olishni boshlaydi. Reklamaga. Uni reklamasini kim sotib oladi? Ana shu bozorda o'zidagilar. Aravakashlikdan chiqib, uje blogerlik sohasiga o'tib ketsa bo'ladi. Bemalol internet bor, internet orqali pul ishlashning yo'llari juda ham ko'p. Eng sodda variantini gaplashyapmiz. Har bir kunda bitta, ikkita video rolik oldida mana bu yerga mana bunaqa narsa kelibdi, mana bu yerga mana bunaqa narsa kelibdi. Ya'ni ham tezroq rivojlanish uchun hozirdan boshlasa, erta keyingi yil xudo xolasa 26-yilda fevral oyiga ro'zamiz to'g'ri kelar ekan. Ro'za o'tgandan keyin to'ylar boshlanadi. Ro'za o'tgandan keyin to'ylar boshlanadi degani, to'ydan 1 oy, 1,5 oy oldin uje sarpo yig'ish marosimi boshlanadi. Uje ro'za payti ham ipodromga borsangiz, ipodrom yoki o'sha katta bozorlarga borsangiz, bir gala bo'lib turib, kuyov, kelin tomonidan bir kishi, kuyov tomonidan bir kishi aylanib yurgan bo'ladi. U yerda saygaklar bor. Saygaklar ham o'sha dallollar saygak deyishadi. Haqorat emas, ana shu o'sha yerda qanday atalishi o'sha odamlarni. Ular o'sha bitta guruhni ushlab oladida, u magazindan bu magazinga olib yurib, yaxshigina pul ishlashadi bitta guruhni o'zidan. Aravakashni qiladigan ishi imminna sarpoga nima kerak bo'ladi? Ana shu do'konlarda olib yursin, mana sarpo uchun mana shu 25-yil, mana shu oyda, mana shu joylarda yaxshi do'konlar bor deb. Ana shu bitta yo'nalishda ushlab boshlanishiga, ishni boshlasa, bemalol realniy doxodga chiqsa bo'ladi. 2 oy, 2,5 oyda. Qiynalmasdan. Kimdir detskiy variantda ushlasin, kimdir sportivniy do'konlarda ushlasin, bitta yo'nalishda olsin. Aravakashda hammasiga ish topiladi. Sportivniy do'konlarni, jenskiy kiyimlarni, mujskoy kiyimlarni ana shunday qilib, detskiy kiyimlar ham har xil turga bo'linib ketadi. Novorojdenniy, ya'ni yangi tug'ilganlar uchun. Do'konlarda ushlasin, kimdir yaxshi ovqatlanadigan joylarda ushlasin. Shu orqali bemalol o'tsa bo'ladi. Qarang, hozir berayotgan ma'lumotim kimgadir kamlik qilishi mumkin. Kamlik qilgan payt nima qilamiz? Qanday YouTube kanal ochishni, qanday videorolik joylashni, qanday montaj qilishni bilmaydiganlar uchun kompyuter ekraniga o'tib olamiz. Qarangizlar. Menda hozir kichkinagina mana biblioteka bor, AI, ya'ni sun'iy intellektlar bo'yicha. Mana shu yerda sizga eng ko'pchilik biladigan va eng sodda variantlardan bittasi ChatGPT. ChatGPTni ochamiz, ChatGPT yordamida xohlagan narsangizni o'rgansangiz bo'ladi. Chuqurroq o'rganaman desangiz, sizga Grok kerak bo'ladi. Grok Elon Musk tomonidan ishlab chiqarilgan, imkoniyatlari kengroq. Agar siz o'sha dasturlashga o'taman desangiz, dasturlash uchun sun'iy intellekt qidirayotgan bo'lsangiz, sizga DeepSeek kerak bo'ladi. Bu xitoyliklarning programmasi. Bemalol sayt yaratsangiz, bemalol Telegram bot yaratsangiz bo'ladi. Mana shu to'g'risida ham отдельно darslik bo'ladi, xudo xolasa. Variantlar juda ham ko'p. Biz imminna shu ChatGPT ni olamiz va aravakash uchun hozir sxema o'ylab topamiz birgalikda. Sxema emas, sistema o'ylab topamiz. Qanday qilib aravakash noldan boshlaydi? Aravakash yozadi: "Men shuni bilmayman. Qanday qilib videorolikni olishdi, qaysi tomonlama yondashishni bilmayman." To'liqligicha ko'rsatib beradi ChatGPT. "Men montaj qilishni bilmayman. Montajni to'liqligicha ko'rsatib beradi. Men uni bilmayman, buni bilmayman" deb savol beradi, qilib oladi. O'sha orqali asta-sekinlik bilan ko'tariladi. Mana aravakash uchun tayyor pul ishlash sistemasi, ko'tarilish sistemasi. Любой tushunmagan joyingizni yozing, ko'rib oling. Ikkinchi o'rinda nima qilsa bo'ladi? Ikkinchi o'rinda bizda mana raqamli mahsulotlar yordamida pul ishlash, sirazi o'zini o'zi monetizatsiya qilish yo'li bor. Bu odam aravakashimiz boshladi, birinchi kun, ikkinchi kun videoroliklarni olishni boshladi va u sirazi monetizatsiyaga chiqa olmaydi. YouTube'da o'zini monetizatsiyasiga chiqish uchun ham ma'lum bir shartlar bor. Shartlarni bajarguncha pul ishlay olmayman deb o'ylaydi ko'pchilik. Yo'q, ishlasa bo'ladi. Siz o'zingizni raqamli mahsulotingizni, sifrovoy produktingizni yaratishingiz kerak bo'ladi. Bizda sifrovoy produkt nima bo'ladi? Aravakashimiz uchun. Qarang, qo'lingizdan ozgina ish kelsa ham raqamli mahsulot yaratsa bo'ladi bemalol. Biz aravakash uchun ko'rib ketamiz. Boya aytgan optimiz o'sha aravakashda bor. Aravakash nima qiladi? Aravakash o'zini bozorini tanlaydi va o'sha bozor uchun qo'llanma yaratadi. Qo'llanma. Xoh video formatda, xoh nima formatda. Xoh yozilgan dok formatda. Formatlar juda ham ko'p, bemalol yaratsa bo'ladi. Qarang. Juda ham sodda yo'l bilan hozir biz bozorni qanday qilib obzor qilishimiz mumkin va qanday qilib o'sha raqamli mahsulotni yaratishimiz mumkinligini gaplashamiz. Привет, смотри, у нас в Ташкенте есть большой базар, многие называют его ипподромом, но вокруг него очень много рынков, так скажем. Я хочу создать такой продукт, где будут все сказано, что, где, когда, как поехать, где быть, какая остановка, какая метро, что будет. Ну, грубо говоря, полную
описание для приезжих из других регионов, которые первый раз попали или раз в год, 2 раза в год приезжают, но они ничего не знают про этого базара. Они знают, что есть большой базар, есть там все, но они не знают, как правильно поступать. Что мы можем сделать? Пожалуйста, только отвечай на узбекском. Думай на русском или на английском, отвечай на узбекском. Hozir men nima qildim? Hozir bunga rus tilida buyruq berdim, ovozli buyruq berdim. Yozganim yo'q. Mana shuncha narsani yozishga juda ham ko'p vaqt ketardi. Bunga ruscha yoki inglizchada o'yladi, o'zbek tilida javob ber dedim. Sabab, sun'iy intellektlar rus va ingliz tilini juda ham yaxshi tushunishadi. Men rus tilida beryapman savolni, buyruqni ingliz tilida o'yla deyapman-da, o'zbek tilida javob qaytar. Shunda bizga yana ham yaxshiroq javob berishi mumkin. Mana mahsulotnoma, ipodrom yo'l xarita, qaysi tarifda nimalar bor. Mana bu hali kichkinagina nimasi? Boshlang'ich yo'nalish. Mana to'liqligicha ko'rsatilgan. Mana shundan foydalangan holda bitta hozir birgalikda elektron mahsulot yaratamiz. Daqiqalik videoga ipodrom qanday boriladi? Всё. Shuncha narsamiz bor уже. Mahsulotlarni qanday qilib sotsak bo'ladi, qanchadan sotsak bo'ladi, hammasi ko'rsatilgan. Dashi savol berib ketavering, o'zbek tilida yozsangiz ham bo'ladi. O'zbek tilida yozing, faqat rus va ingliz tilida o'yla deb klaviatura yordamida o'zbek tilida bemalol savolni bersangiz bo'ladi. Ikkinchi qadamimiz nima bo'ladi? Нет, смотри, нам нужно один файл или один видеоролик, где будут сказано все. Мы будем продавать это, я не знаю, $2, $3 за штуку, и там должно быть все. Там не будет премиум, там не будет несколько вариантов. Нам нужен только один файл. Нужно все, что есть, туда разместить, чтобы тот, кто открыл вот этот файл или открыл этот видеоролик, посмотрел и уже узнал, что такое, кто такое, где такое и что с чем едят. Qarang, hozir bunga men abstraktni deyiladi. O'zbek tilidagi tarjimasini bilmayman. Xayoliy narsalarni aytdim. To'laqonli bitta fayl yaratishimiz kerak dedim. Bu hozir bizga to'laqonli bitta fayl yaratishga yordam beradi. Bizni qiladigan ishimiz mana 50-70 betlik mahsulot yaratib bera oladi yoki 20-30 daqiqalik videorolik. Videorolikda nima bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Ipodrom qanday boroladi? 0 dan boshlab, metro orqali, avtobus orqali, taksi orqali, o'z mashinangizda mana shu narsalarni to'laqonli tushuntirilgan holda siz bitta videorolik tayyorlang, aravakashsiz. Mana shu ko'rsatayotgan hamma narsasini. Yozma variantni ko'pchilik ko'ra olmaydi. Biz boya aytganimdek bitta variantni ushlaymiz, bitta yo'nalishni. Tematikani tagida pad tematika degan narsa bor. Ipodrom tematikasi bo'ladigan bo'lsa, ipodromning tagidagi tematika boya aytganim sarpo. Yilda boshidan xudo xolasa уже ish sarpochilar yetib borishadi va ishlashni boshlashadi, narsa sotib olishdi. Sarpochilar uchun sarpo do'kon, bitta do'kon reklamasini olasizda. Videoning tagida to'laqonlik ipodromdan sarpo qilish yo'llari, hamma magazinlar, hamma narsa ko'rsatilgan darslik bor yoki videorolik bor. Bemalol kirib shuni xarid qilsangiz bo'ladi deb turib yo'naltiradigan mahsulotni tayyorlasak bo'ladi. Birinchi videorolikni qo'yyapsiz bitta magazinni va birinchi videorolikni o'zini 1000 ta odam ko'rsa, 1000 tadan хотя бы 2-3 tasi sotib olsa, siz уже monetizatsiya qilyapsiz videoroligingizni. Undan oldin boya aytganimdek, mana bu mahsulotni kerak nima qilishimiz kerak bo'ladi? Yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Qarang, qanaqa qatorlar, mato qatorlari, krossovka qatorlari, mana уже yana pad kategoriyani berdi bizga. Слушай, у нас есть у нас в Узбекистане есть такое сарпо называется. Это то, что перед свадьбой покупают для невесты, для жениха. 4 человека едут туда обычно и покупают только то, что будут одевать молодые люди, молодая пара после свадьбы. Давай вот эту тематику возьмем и для них сделаем продукт. Hozir men o'zbek tilida gapirmayapman nimaga? Boya aytganimdek, rus tilini yaxshi tushunadi birinchi o'rinda, keyin mana bu ovozli xabarni yaxshi tushunmaydi o'zbek tilida. Men yozayotgandek qilib. Mana sarpo uchun nima tayyorlaylik dedim. Fayl yarataylik dedim mana. Yo'llanma deb turib, buni 25 emas, faqat siz 26 qilasiz. Qanday kelish kerak, qanday borish kerak? Boya aytganim saygak, ya'ni siz ustingizdan qanday qilib katta pul ishlayotgan odamlar borligini tushuntirsangiz bo'ladi va meni qo'llanmam orqali tuflilarni, mana rubashka, bo'ybak, tufli, qanday kiyimlar. Endi bu bizni mahalliy odatlarimizni to'liq bilmaydi, lekin bizni sarpo qiladiganlar yozda kun borsa ham palto oladi, kurtka oladi, tufli oladi, saposhka oladi. Saposhkalarni hamma narsani arzon joylarini ko'rsatsangiz bo'ladi. Fayl yaratish orqali. Ana shu fayl ichida to'liq bo'lishi kerak. Qarang, mana shu yerda tushunmayotgan joyingiz bormi?
Hammasini so'rab keting, bitta fayl yarating. Bo'ldi, qiladigan ishingiz shu. Ana shu faylni sotib olsa bo'ladi. Sofuzga sotuvchi bo'lib joylasangiz bo'ladi. Bu yerda boya aytganimdek 3 xil yo'l bilan pul ishlasangiz bo'ladi. Birinchi o'rin sotuvchi bo'lish, mahsulot yaratib qo'yib, ikkinchi o'rin frilanser bo'lish. Bu endi boshqa yo'nalishda aravakashlarimizga unchalik ham to'g'ri kelmaydi. Uchinchi o'rinda odamlarni taklif qilish. Mana men sizlarga hozir ko'rsatyapman. Videoning tagiga o'zim taklif havolamni qo'yaman. Siz kirib bemalol sotuvchiga aylansangiz bo'ladi. Sotuvchiga aylanib har ishlagan pulingizdan men 5% pul ishlayman. Bu уже hamkorlik dasturi bo'ladi. To'laqonlik partnyorskiy programma. Mana shu orqali. Undan keyin yana bitta mana hozir o'zi joyida keldi. Saygaklar bor dedik. Ular olib kiradida do'konga mana shu sapochka 150 mingga sotilsa, o'sha sapochkadan 50 ming ularniki. Masalan 150 mingga sapochka topa olmaysiz hozir. Aravakashimiz boshlanishidan уже videoroliklarni olayotganda agar raqamli mahsulotga qiziqmaydigan bo'lsa, Sofuzga kirmayman deydigan bo'lsa, bemalol videoni o'zida mana mening telefon raqamim, men sizni to'laqonli o'sha tekin joylarga olib boraman, o'sha eng arzon joylarga olib boraman. Xizmat narxim shuncha deb turib bitta summani aytadi. Keladigan har kuniga bittadan gruppani bemalol gaplashsa bo'ladi. Abetgacha bitta gruppa, abetdan keyin bitta gruppa. 300 ming olaman, 200 ming olaman, masalan 200 ming olasiz, qiladigan ishingiz aylanib o'sha odamlarga ko'rsatib chiqish. Sizga o'sha odamlar 500 ming pul bersa ham, siz ularga ustiga narxini ustiga pul qo'ymasdan turib, olib berayotganingizni hisobiga ular 1 million 1,5 million foyda qilishadi. O'sha gruppani o'zi. Undan tashqari siz aniq do'konlarga olib kirayotganingiz uchun do'konlar sizga cashback berishi mumkin. Yoki yana ham arzonroq narxga gaplashib odamlarga foyda berishingiz mumkin. Sarpoga borayotgan odamlarga siz foyda berasiz, aravakash bo'lib, mana kirmang Sofuzga ham vobshe. Foyda oling. Aravakash tanishingiz bo'lsa, jo'natib qo'ying mana shu videorolikni. O'zini ko'tarishni boshlasin. Qadamlar. Birinchi qadam. Umuman mana internet sohasini Sofuzda umuman raqamli mahsulot chetga suramiz. Mayli, o'zi maqsad boshqa edi, lekin odamlarga foyda bersin mana shu videorolik. Aravakash aka ukalarimizga birinchi qiladigan ishi именно sarpo do'konlarini reklamasini boshlasin. Borib prosta mana shunaqa joyda mana shu sapochkalar bor, mana shunaqa kiyimlar bor, mana shunaqa kiyimlar bor deb. Har bitta videorolikka o'zining telefon nomerini yozib qo'ysin. Kelinglar, aylantirish gid xizmati deylik. Gid xizmatini amalga oshiramiz. Siz o'zingiz mana shunchaga olishingiz mumkin bo'lgan mahsulotni men sizga mana shunchaga olib bera olaman deb boshlasin. 1 oy 1,5 oydan keyin ko'p nima kerak emas. Agar siz internetda xizmat ko'rsatadigan bo'lsangiz, через internet yordamida sizga katta prosmotrlar kerak emas. Instagramda ham, YouTube'da ham kerak emas. 500 ta odam ko'rsin, 4 tasi yaqinda to'yi bo'ladigan yoki to'yi bo'ladigan odamlarni tanisin. O'shalar bir-biriga jo'natish orqali sizga 4 kishi kelsa ham bitta videoroligingizdan sizga mana shunday yetadi. Kun davomida yurib 200 ming pul ishlamaysiz. Endi aniq bilmayman hozir qanchadan pul ishlashadi, u aravani to'lovi bor, qanaqadir bir narsalari bor. Kun davomida arava tortib pul ishlamaysiz. Odamlar bilan birga yurib, odamlarga kerak narsalarni ko'rsatib 200 ming, 300 ming bemalol ishlasangiz bo'ladi. Chunki yana bir marta aytayapman, saygaklar bir kunda normalniy pul ishlashadi, aylanib yurib. Men aytayotgan narsani ular odamlarga tekinga xizmat ko'rsatayotganday, "Yuringlar, men sizlarni olib yuraman, o opajonim, o akajonim" qiladi-da, olib yurib olib yurgan odamlarning xayolida bu yaxshi odam bizdan hech qanaqa foyda ko'rmasdan turib pul bizga yordam beryapti. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Ular qimmatroqqa sotyapti, ular arzonga olishi mumkin bo'lgan narsani. Siz o'sha narsani to'laqonli tekinga xizmat emas, pullik xizmat, lekin odamlarga foydaliroq bo'ladigan narsani olib chiqing. Mana sizga to'laqonli pul ishlash sistemasi aravakashlar uchun. Yana bitta videorolik qilamiz, mayli. U uje aravakashlar uchun emas, hammaga tegishli bo'ladi. Hozircha shu joyda to'xtatamiz. Aravakash tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Videoning tagida Telegram kanalim bor. Soft sellerda o'ziga emas, raqamli mahsulotlarimga silka qo'yib qo'yaman. O'sha yerdan o'tib o'zingizga to'g'ri keladigan raqamli mahsulotlardan sotib olsangiz bo'ladi bemalol. O'ylamaganimizdek davom etib ketdi videoroligimiz. Mayli, boriga baraka. Chachamang.